Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men efir og'iz ocharda ozgina vaqt bor edi, o'shanga sal efir qilib, bir gaplashaylik dedim. Men boya bir musulmonchilik yuzasidan, odamgarchilik yuzasidan nima deydi, bir haligi bir ro'za ayyomi bo'lgani uchun bir yarashib olsa, bu narsa deb gapirsam, borib gaplashsa, bu narsa desam, qaysi bir isliqi ipir-isqindilar nimalar deb bir narsalar mana taslim bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, balobatlar, bu narsa yarashasanmi, yarashmaysanmi, boshqa qilasanmi? Men esa biring o'lib, biring qolmaysanmi? Uka, masala bu. Aferistlar desam, qizil jinni ekansan. Prosta odamgarchilik yuzasidan men shuni taklif berdimki, ro'za ayyomida balkim yarashsa, nimadir yopilib ketamiz dedim. Biz Dakansa boramiz. Qoch Feruza kelyapti. Dakansa boramiz. Unisi telefon qilib, bunisi deydi, bunisi telefon qilib, bunisi deydi. Bilan nifiga sebe. Qo'limizda yetarli dalillarimiz zakonli narsalar bu. Nayniki dedim. Siqitlar bilan haromdan bo'lgan xoinlar. Davronov, Odilbek, borib otangga aytasan dayus deb, otangga aytasan. Hech qachon Temurga men gap aytmayman. Tushunasanmi? Otangga aytasan. Iroda jala pashetlik, azza jala pashetlik, asakani jalaplari. Mani bila ibatrat anaqama o'zi asabim ko'tarmayapti o'sha. Mana shu bitta ikkita isqirtdi-da, mana shular qamalib yotdi-da, bitta ikkita isqirtdi deb. Iskandar 48-18 uni sen qilishing mumkin, biz emas. Biz Dakansa boramiz. Bahromjon Mamadaliyev, seni otang dayus. Shuni bilib olgin. Super qizi.